Sizga svetli rangli sochlar yarashadimi yoki temli? Keling, hozir buni aniqlab olamiz. Mana bu testni haqqoniy bajaring, aks holda o'zingizni aldaganingiz qoladi. Birinchisi, teringiz rangi temlimi yoki svetliroq? Ikkinchisi, kundalik hayotda qanaqa makiyajda yurasiz? Lyoqkiroqmi yoki bo'rttirilgan, yorqin makiyajda yurasizmi? Uchinchisi, sochingiz salomatligi qanday? Quruq, singan, sog'lom, silliq. Keyingisi, yuzingiz chertalari o'tkir, qirralimi yoki yumshoq? Beshinchi va oxirgi savolimiz, sochlaringiz tabiatdan siyrak ingichkami yoki объемli, ko'pmi? Xo'p, mana endi hisoblaymiz. Agar sizda A javoblar ko'p bo'lsa, demak siz sochingizni temliroq, qoraroq ranglarga bo'yab yurganingiz ma'qul. Agar sizda B javoblar ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak sochingizni yorqin, pepli ranglarga qo'rqmasdan ochartirib bo'yayvering. Videoni dugonangiz bilan muhokama qilish uchun saqlab qo'ying. Shu mavzuda to'liq video darslik tayyorlab, YouTube platformasiga